Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet agentligi fuqarolarga 31-iyuldan 3-avgustgacha kutilayotgan ob-havo prognozini e'lon qildi. Barcha o'zbek fuqarolari tezda videoni o'tkazib yubormasdan ko'ring. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar videorolik oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat, 3 kunlik ob-havo prognozi. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ba'zi joylarda havo o'zgaruvchan bo'ladi. Havo harorati 31-iyulda 1-avgust kechasigacha 22-27 daraja, kunduz kunlari 37-42 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduz kunlari 31-38 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Jizzax, Samarqand va Sirdaryo viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduz kunlari 36-41 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduz kunlari 38-43 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 31-iyul kuni 20-25 daraja, 1-dan 3-avgust kunlarigacha 22-27 daraja, kunduz kunlari 36-41 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda o'zgaruvchan, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 14-19 daraja, kunduz kunlari 27-32 daraja va 3-avgust kuniga kelib 23-28 darajagacha pastlaydi, deyilgan xabarda.